Bana bu Prius, oq Prius. Qancha ekan? Mana buni oling 36 ming dollar. 36 ming dollar Prius Yaponiyada ishlatilgan Toyota Aichi Japan. 36 ming dollar bo'lsa, qaytalar siz borib ishlasangiz bo'ladi. Ishlasa, ha, u ishlaganda menga bitta olib berasiz mana bundan. Haydi bo'ldi. Mana bunisining narxini bilmayman. Sizlarga boramiz. Bu Pandra bo'lmaydi bu. Endi. Mazda. Mana bunu olsangiz, mana bu mashina, bu qizilini. Bu Toyota nima edi? Toyota Goria Prius. Toyota Prius. 2016-chi. Bu qizili bo'lmaydi. Qizili bo'lmaydi. 16 ming dollar ekan. Arziydimi, yo'qmi shunga? Yo'q, arzimaydi. Arzimaydi? Puliga arzimaydi. 16 ming dollarga 2016-yil. Okey, bo'ldi. Yaxshi emas. Narigini ham arzimaydi dedingiz, buni arzimaydi dedingiz. Mana ular Toyota Camry'lar. Nariga tarafga o'tamiz. Camry'lar bo'ldi bo'lmasa nariga tarafga o'tamiz. 100 dollar mana buni. Nechi pul? Nechi pul dedingiz? Bilmadim, 9700 dedingiz. Qancha dedingiz? 9700 dollar, ha. Toyota Camry 2014-yil. Necha? 2014. Balki shu anaviga qaragan Priusga qaraganda yaxshiroq. Shunday emasmi? Priusga qaraganda yaxshiroq u, lekin Prius ekonom sifatida yaxshiroq bu ishlari keng. Bo'ldi. Men endi topamiz. Bunday qilmang, bunday qilib oldi qanday? Maqsadni nima qiladi? Toyota. Bu tarafdan. Narigi mashinamizni baholaydi, qanchaga oladi, qanchaga olmaydi. Uni ham bilamiz, narxini ichkariga kirgandan keyin bilib olamiz. O'zimizning Kia mashina. Toyota. Amerikada filiali. Mana shu mashina menga yoqdi. Buni ko'ziga qarangda, qarang, qandaygina anaqasi bor, chiroyligina. Ha, bu bo'lmaydi, bu. 99-yil, 99 yozilgan, 99-yil, 1999-yil modeli. Teng, buni ko'rsating, ichilarini oling mashinani. Bu yaxshi mashina. O, mana ochilib ketdi. Ichini oling mashinaga. Wow, qarang buni, men o'tirib ko'rang, qani buni. O'tirib ko'rang, qani buni ichiga. Bu shunaqa bir tomonlama kiradigan mashina shekilli. Eshigi ochilmasa. Ichini ochaman eshik qidaryapti. Mana kiring. Wow. Bu mashina juda yaxshi. Men naryoqdan o'tirib ko'rang. Ya bu mashina bo'lmaydi. Bo'ladi. Mana shu juda qanchaligini bilasiz? 1700 ko'rsatyapti o'zi. 1700. 1700 ga okey. Buni gaplashaylik. Olaylik bu mashinani. Ya. Sanjarbekdek gaplashing bu mashinani. Wow, qarang buni anaqalar. Buni qarangda, buni qarangda. Buni qarangda qarabasiz. Shu menga yoqadi. Buni qarang, buni. Men mana shu mashinani olaman. Yo, bo'lmaydi. Olaman ey. 1700 dollar ey, come on. 1700 dollarga 1999-yil mayli. Kamida bir 200 ming mayl bo'lgan bo'lsa, yo'q, bo'lmaydi. Qarangda buni anaqalar. Klassik mashina. Yana 500 ming dollar qo'ysangiz, mashina 2005-yil, 2006-yillari Toyota Corolla'ni yaxshi hadovoylari. Bunaqa mashina qilmaydi ham bularda. Martlar chirib. Hozir boshqa bir so'tga boryapmiz. Hozir Shelby'dagi so'tga boryapmiz. Kecha bitta so't bo'lganda, kecha so't 2:30 da uydan turib video orqali bog'landik so'tga. So'tni yarmida qaldiroq cholib, ana ular to'klar o'chib, daraxtlar otilib, daraxtlar rasmini olgansizlar, tomir bilan sug'urib ketgan naryoqdagilar. Shunday holat bo'ldi. So'tni o'zida ham yo'qotdik. Bu
ablahimiz yolg'on gapirdi, sudni chalg'itgan. Bu ekalasi politsiyani aldab, mashinani boshqa joyga qo'yib, sudni aldab, hammasini aldab, dabdalasini chiqarib, bular oxirida Sanjarimiz sudda ana o'qildi. Endi maqsadimiz hozir ertalabdan beri yugurib yuribmiz. Ertalab bordik, atrofda rasmlarga oldik. Ham rasmlarni ham qo'yamiz, ha. Polni ana bir podyom joy ekan, yo'l yomon ekan, boshqa ekan, go'r ekan, yer ekan, hammasini o'qilib adil ana o'qilib ko'rsatamiz uni. Keyin sudga bordikda $150 to'ladikmi? $150 to'ladikda apellyatsiyaga berdik. Ana endi apellyatsiyaga berdik, u rasmlarni tayyorlaysiz, boshqa narsalarni hammasini tayyorlaymizda, keyin nariga taraf politsiya prokurorda oladi, iloj bo'lsa prokuror bilan gaplashamiz, keyin uni sudda ko'rib chiqamiz, iyun oylarigacha bo'ladi. Mana shu holatdamiz hozir, nariga sud bilan. Bu boshqa Sterling Heights'dagi sud. Ya'ni endi hozir mana bu yo'lni ko'rib turibsizlar, mana bu yer Van Dyke bo'lsa, narigi yerda kakras qayerda edi? Narigi anavda 23-milmi? 23-milda martda 3-sida avariya bo'lgan. 3-sida avariya bo'lib, bu Sanjarda Prius'ini dabdalasini chiqarib tashlagan. Prius'ini 2 hafta mashinasini haydolmay yurdi. Bu yoqqa men tashib yurdim. Necha marta uydan peshkom kelgan. Bir marta men yo'lda ushlab olib, buni peshkom yurgani uchun urishib tashladim, chunki yo bir odam yo'qmi, yo menga aytmaysanmi deb. Yo'lda ushlab oldim. Bu bir ikki qadam ekan ketaman deb 1-2 soatlik yo'lga peshkom chiqqan bu odam. Mayli. U ham bo'ldi. Ana endi hozir kelayotgan joyimizda ana videoni bunday aylantirsangiz ana o'zini ko'rsatadi shekilli ham. Narigi trafikda. Shunday ekan, narigida moshin bor, ha? Ha, shuni aytmaysizmi? Meni videoga chalg'itib video bilan chalg'itib mana mashinamiz yo'lda to'xtab qoldi. Men ushlamayman, mayli, turaman shunday. Ketaveramiz. Endi mana shu yerda siz pastda naryoqda chap tarafdan kelayotgandingiz, ha? Chap tarafdan kelayotgan, mana Sanjar chap tarafdan kelayotgan, nariyoq qarab ketayotganmiz, o'ng tarafga. Bu yoqqa qarab ketayotgan, o'ng tarafga. Sudga boramiz. O sud to'g'riga ketamiz, sud, ha. Shu o'ngga burilmoqchi bo'lganida mana shu yerda ana o'qigan. Men nariyoqdan kelib, Rochester Hilldan kelayotgandim. Chester Hill endi chap u tarafdan kelib, bu tarafda Rochester Hillni O'zbekistondagi boshqa joydagilar qayerdan biladi? Shelby qayoqda, Rochester Hill qayerdan biladi uni? Yoqdan ketib, bu yoqqa ketyapsiz. Mana shu yerda. U odam narigi ko'chadan kelayotgan, mana oq mashinani joyidan, shundaymi? Sizni mana shu kakras mana shu yerda avariya qilgan. Sanjarda ham badani, tanasi og'rib, chap taraflari og'rib, go'r bo'lib yurgan, ammo endi tana jarohatlari, boshqa narsalar uchun bu pul talab qilmayapti. Hozir endi sudga borishdan maqsadimiz bu boshqa ikkinchi, mana bu Sanjarda avariya, boshqa bir avariyadagi sudi bu, boshqa 3-martdagi, narigisi boshqa bir aferist bilan ana u bo'lgan. Hozir endi sudga boramiz. Sudga boramizda yangi formalar topshiramiz. Endi masalamiz Sanjarda u odamni bir o'zini qo'yishimiz kerakmi sudda yoki straxoy kompaniyani ham qo'shish kerakmi? Undan keyin $7,000 dan osha olmaymiz sudda. $7,000 dan osha olmaydi. Eng maksimum 7,000 bo'lishi kerak, shundaymi? $7,000 gacha qilishimiz mumkin, chunki bu kichik sud. Kichik sud bo'ladi. Jarohatlarim yo'q ekanini. Jarohatlarni qo'sha olmaysiz ham. Chunki o'sha rasxodini o'zi 9,000 qancha edi? 9,400 bo'lganmi? 9,400. Boshqa hammasini qo'sha olmaydi. Eng ko'pi 7,000 qo'shadi. Tamom, 7,000 dan osha olmaysiz qonun bo'yicha. Chunki bu kichkina sud. Shuning uchun ana endi sudga boryapmiz. Sudda formani topshiramiz yo endi protsedurasi uchun alohida biz sizga bu sud uchun qanday nima protseduralar qilyapmiz, hammasini savol-javob qilib tushunamiz. Hammangizga kerak bo'ladi sudda. Mana politsiyamiz oldimizda turibdi. Mayli, o'shim ketaversin, farqi yo'q. Ana o'qilamiz.
Ya 41 distriktmi? So'ttizdaniyasi mana yerda hech mashina ham yo'q, ishlayaptimi bular yo ketib qolganmi yo dam olib yotibdimi nima balo bular. Okey, mana shu yerda anav qilasiz. Endi kiramiz ichkari, formalarni topshirishga harakat qilamiz. Ketdik. Okay. Biz avvalgi Toyota'ga borgandik, ana ularni ko'rdik. Menga shu Corolla yo'lga kelayotganda yaxshi bir Corolla ko'rib qoldim. Shu Corollani ko'rsam Sanjar Corollasini sotganiga pushaymon qilib yuraman. O'zimda ham 2005-yil Corollam bor, shuni sotganimga pushaymon qilib yuribman hali ham. Endi mayli, Corollani qo'ydikda, keyin uyga keldik. Formani so'tga, narigi Sanjarni narigi so'tiga topshiramiz dedikda, formani to'ldirib boshladik. Formani to'ldirganimizdan keyin so'tga olib bordik. Ofitser tekshirdi, ichkariga kirdik. So'tni xodimiga borib formani bersak, endi narigi odamni, avariya qilgan odamni qo'shdik otini. Endi straxovoy kompaniyani qayerga qo'yamiz desak, bir joyga sig'ishtirasan dedi, u dedi, bu dedi, ammo so'tni xodimi aytib $7,000 qo'yding dedi. Bu Sanjar $9,500 tushgan, biz 7,000 qo'ysak aytadi $1,000dan oshiq ola olmaysizlar deydi. Va harakat qilib ko'rishing mumkin. Michiganda narigi anavga borganimizda qancha dedi narigi odam. Narigi Ruska anavga remontga borganida 3,000 degandi. Yana narigisi ham 3,000 degan, 3,5 deb yaltamangda endi 3,000 degan. Shunda 3,5 degan, 3,000 degan. Uni 3,5 ming. Shu $3,000 o'sha narigi straxovoy kompaniya berishga majbur Michiganda qonuni deb aytgandi. Endi so'tni xodimi $1,000dan oshmaydi, shu $1,000dan oshiq ola olmaysan deb aytdi. Endi hozircha bilmaymiz. Bir advokatga borib maslahatlashish kerakmi, yana surishtirish kerakmi? Undan keyin formada uncha joy ham yo'q. Narigi straxovoy kompaniyani otini ham siqishtirishimiz kerak. Straxovoy kompaniyani qistirishimiz kerak u yerga. Narigi odamni otini qistirishimiz kerak. Shu bilan $7,000 endi $7,000dan oshib qo'ya olmaysiz formada. 7,000 qo'yamiz, beramiz. Yana bir advokat bilan ham suhbatlashib ko'rish kerak. Advokat aytadi endi boshqa yo'llari qanaqa. Yana boshqa yo'llari masalan aytdi endi Sanjarda tan jarohatlari falonlari bor deb qo'shamiz deb biz. Otasi tan jarohat olganing yo'q, unaqa qilma, olma falon deb aytdi. Tan jarohati olmagan qayerdan biladi otasi? Ichida qanaqa jarohatlar bor? Men o'tgan safar kelsam davleniyasi bor, boshqasi bor, boshi og'rib yotdi, kallasi og'rib yotdi, bo'yni og'rib yotibdi. Tan jarohati yo'q deb buni ayblasham bilmadim. Tan jarohati bor deb aytsak ham endi uni doktor biladi hammasini. Ammo chap taraflari og'rib yuribdi. Endi men tan jarohat qo'ymayman, boshqa narsa qilmayman. Menga faqat shu mashinamni remonti bo'lsa bo'ldi, puli bo'lsa bo'ldi deydi. Endi siz Sanjarga ko'nmaysiz, sizga shu necha bo'lmaydimi? $1,000. Ha? Yo'q. Nima uchun bo'lmaydi? Tez ayting. Chunki u $1,000 ozda. Men o'zi necha pul rasxod qildim mashinaga, o'zingizdan ko'p. 2,800 unga to'ladingiz, mashinangiz alachipor bo'lib yuribdi. Yarimi qizil, rasmini ham ko'rsating. Yarimi qizil, yarimi qora, yarimi ko'k. Alachipor mashinaga aylanib qolgan, ola bo'lgan. Keyin plus politsiyaxonadan ham chiqdi. Politsiyaxonada $500 to'lattirdi u yerda, anavga mashinani olib chiqish uchun. $3,200mi? $3,300. Ha, $3,300. Keyin narigi mexaniksiga 5,000 qancha 500 yozib berdi, bir 9,000 ketdi-da. 9,000 bo'lishi kerak hammasi bu, mayli. $9,100. Ana endi biz aytdik, bo'lmasa dedik, shu vaqt o'zida telefon qilib qoldi. Shu vaqt o'zida bir dealershipdan telefon qildi. Toyota Sequoia'ni ko'rishga ketyapmiz hozir. Grand Blanc degan 1 soatlik yo'l ekan. Sanjar bilan ketyapmiz. Endi hozir borib o'sha Toyota Sequoia'ni ko'ramiz. O'sha yerda sizlarga Toyota Sequoia'ni ko'rsatib
bo'ladimi, bo'lmaydimi? 7500 deyapti. Ha, uni 7500 deyapti. 7500 dollar. Ha, 7500 deyapti. 2008-model yilmi shunda? 2008-yilmi? Ha. 2008-yil 187 ming mil yurgan ekan, shundaymi? Okey, shuni ko'ramiz. Mayli bo'lmasa, shu dealershipga borganimizdan keyin gaplashib ko'ramiz. Yo'lda olaversang, Mana yo'lga ketyapmiz. mana shu endi dealershipga borgandan keyin u yerdan anavi qilamiz, bog'lanamiz. Bo'ldi. Toyota Sequoia 2008-yil model. Sanjar keling, gaplashib kelaveringlar. 2008-yil model, asosan ko'rsatasi 8 ta silindri bor. V8. Mana 8 ta silindr Force i507 Altera dealership, mana Sequoia, Toyota Dance, zapravka SR 5-model 2008-yil, ichini ko'rsating. Naryoqdan endi kiramiz, haydashga ketamiz. Ko'ryapsizlar. Aha. Bitta ikkita o'rindiq, bu yerda ikkita o'rindiq, orqada ham ikkita. O'sha 6 ta. 8 kishi ketsa ketadi. 8 sig'adi bemalol. 8 kishi sig'adi. Ekamizga joy bor. Biz nima uchun olib keldik bu yerga? Ekspert. Tovushi qanday? Konditsioner ishlayapti birinchidan. Hamma ishlayapti, yaxshi ekan. Mashinani Konditsioner ishlayapti. Muzikani o'chirib qo'yamiz hozircha, shundaymi? Qanday o'chiramiz buni? Bu yerdan? Ha, bo'ldi. Yo'q. Bu bo'lsa kerak, ha. Nariga. Ana endi orqaga qo'ydik. Haydaymiz. Anosi tormoz karotkalar qo'shilmagan, yaxshi. Xayrullaga o'xshab bular karotkani qo'shib qo'ysa bilmasdan haydab ketaveramiz. Menda holatlar bo'lgan, ko'pincha mashinani kalotkasi bilan haydab ketaveraman, tormozi bilan. Ba'zi vaqtlar bir kun, ikki kun tormoz bilan haydab yuramiz. Oyoq tormoz, qo'l tormozi bosilgan holda. Endi Sanjar qanday ketyapti mashinani tovushi? Mashina Haywayga chiqamiz, hozir bu yoqqa boramizda. Kelgan joyimiz shu yoqmidi, qayer edi? Shu yoq. 75 ga chiqamizda, bir haywayga borib haydab kelamiz. Mashina yaxshi. 189 ming mili bor. Maintenance required deb yozib qo'yilgan mashinada. 189 ming mil bo'lsa, aha. kilometrga 160, 1600. Aha. 240 ming 240 ming kilometr ekanmi? Aha. Anavda maintenance required deb yozib qo'ygan. Nima u yerda? Uni ham bilishimiz kerak. Gabariti o'ta katta mashina ekan, 8 silindrli ekan. Mashina 8 silindrli, Hill Roadga boramiz, chapga burilamiz, bir haywayga borib haydab kelib keyin chiqamiz. Endi mayli bo'lmasa, haywayga chiqqandan keyin davom etamiz shu yerdan. Hozir haywayga ketyapmiz. Shanasini edi qo'shib qo'ydim. Siz qo'shdingiz. Ha. Buni mana shu tovush qilyapti. Sanjar qanday ketyapti mashina hozircha? Mashinani chiqdik endi 75 ga shimolga qarab ketyapmiz. Mashinani motorlarida ovoz yo'q. Motorda ovoz yo'q. Aha. Yurishi tezligi, razgom olishlari joyida. Siltab yurishlari yo'q, korobkalari joyida. Korobkalar joyidaligini qayerdan bildingiz? Chunki mashina o'zi Vitdan o'zi yaxshiligi bilinib turibdi, Vitdan. 2008-yil mashina Vitdan o'zi yaxshiligi birinchidan bilinib turibdi. Ikkinchidan mashinani yursangiz, o'zi qandaydir sizga o'zi yaxshi bo'lmasa ko'nglingizga o'tirmaydi. Ko'nglimga o'tirgani uchun, meni o'zimning fikrim shunaqa. Yaxshiligi, lekin yaxshi. Haywaydan mana keldik. Bir muammo bo'lmasdan chiroyli, yaxshi bo'lib keldi. Abda bor yo'q, bitta exitda kirdik, bittasida chiqyapmiz. Endi baribir qandaydir yaxshi. Mashinani
2008-yilligiga qaraganda mashina o'ziga qaraganda nisbatan yaxshi. 2008 yilliga qaraganda ha. 180 ming, 190 ming deyavering. Endi 190 ming. u Toyota'larga u aha. u emasda, u hech narsa emas. ha, Toyota'larga u hech narsa emas. Ha. SSR'da mashinalari V8 edi, mana shunga o'xshagan. V8lar millionlab kilometr yurardi. Unga o'xshamaydi bular. Yo'q, unga o'xshamaydi ular. SSR'da mashinasi kerakda 8 silindr. Unga o'xshamaydi. Bu lekin buni o'zi Toyota dunyoda brend u. Yaxshi mashinalari bo'yicha, pishiq mashinalari bo'yicha yaxshilardan biri. Shuning uchun Toyota'dan qo'rqmasa ham bo'laveradi. Qo'rqmasdan olish kerak. Olish kerak. Maslahatim olish kerak. Buni endi borgandan keyin dillarga nima deymiz? Dillarga endi o'zimizcha noz qilgandek bo'lamiz-da. Noz qilgandek bo'lib, o'zbekchilik qilib gaplashamiz. Bizning mashinamizni necha pulga bitishiga bog'liq qarab, ashunga qarab ish qilamiz. O'zimizni o'zimiz olamiz deb o'rsak bo'lmaydi. Mashinani necha pulga bitishiga qarab hisob-kitob qilib, bizni hisob-kitobimizga to'g'ri kelsa, inshaalloh olishga harakat qilamiz. 2008 yil model yo'lda ko'rsatsangiz bo'ladi, ketyapmiz. Highwayda ketyapmiz. Necha tezlik bilan? 75-yilda 65 bilan ketyapmiz, 65-70 mil soatga tezlik 75. Ya, bemalol ketyapti 70larda. Mashinani vida ko'rdinglar, chiroyli. Tovush chiqarmayapti. Orqada biroz zang-panglari bor ekan, uni men siz tekshirib ko'ring o'zingiz bilmadan. Okey. Shu ya bo'ldi, bo'lmasa bunday qilamiz, yana borib dealershipda gaplashib, keyin nima bo'lyapti shunga qarab xulosa chiqaramizda. Shunaqa. Bo'pti bo'lmasa. Okey. Ya. Hozir qaytib keldik. Yo'lda sidenasi qizib ketayotgan ekan. Kimdi sidenasi? Sanjardi, ha. Keyin menikini ham qo'shib ko'rdi, qizyaptimi, ko'rmayapti. Bu 2008-yil, eng qizig'i 2008-yil Toyota da shu narsa ishi bo'lgan ekan, bor ekan. Bizda endi chiqayotgan, bizda masalan o'zbeklarda chiqayotgan Malobi, Gentra masalan endi shularda endi mana qo'shilyapti-da. Endi bu 2008-yil где-то bu 17 yil avval, hozir 2025-17 yil avval bu yaponlar o'ylab chiqqan. Juda aqlli xalqda bu, juda aqlli xalq. Shunga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Ana endi hozir parkovka qilamizda, keyin ichini tekshiramiz. Meni isitib boshladi sidenam shekilli. Ha, isitib boshladi. Shu avvaldan beri meni sidenamiz qizyaptimi? Shunchalik men qizib ketyapmanmi, o'zim bilaman. Hozir endi sezdim. Shu yerga parkovka qilamiz. Shu yerga qo'ying. Ha. Shu yerdan olgandik shekilli. Shu yerdan oldingda. Shu yerga to'g'ri ketyapmanmi men? Ha. Chandiroqqa olib, parkovka qilsangiz, shunday ha? Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Parkovka qilamiz. Mashina shunday tursin, tekshirib ko'ramiz. Orqadagi zonalarni qanday tekshiramiz? Ishlayaptimi, yo'qmi? Ko'rish kerak. Men o'taman orqaga. Ya, mayli. Siz ham chiqib qaytib o'tsangiz ham bo'ladi. Okey. Ishlayapti mana bu uni mashinadan temperaturalari bor ekan. Mana buni bunday ochiladi. Narigisi qanday ochiladi? Narigi bunday ochiladi. Keyin mana buni yuzga qiladi o'g'illariga. Buni oyoqqa ham, yuzga ham. Ha, yuzdan qilsa kelmayapti. Avtod yoqing-da, avtod yoqing. Endi o'chishda yondi mana. Mana endi oyoqnikini ham qo'ysang mana. Endi ko'ring qani kelyapti. Endi kelyapti mana. Mana baytdan uryapti. Sovuq kelmayapti bu yerda. Endi sekin haydaydi-da. Sekin haydaydi buni. Yo'q, o'zi endi urmasdi ekan. Qo'ying ha. Kamida, aha. Shu. Avtoga qo'ydingiz. Oyoqdan qayerdan kelyapti? Oyoqdan kelmayapti-ku bu. Oyoqdan
Oyoqdan ham ko'rsatib qo'ygan. Oyog'idan endi keladi. Ustidan sovuq kelyapti. Issiq mana bu yerda. Isib yotibdi-ku, narigisichi. Endi uradi-da mana. Endi haligi konditsionerda nimalari Konditsioner qo'shilgani qancha bo'lgandi hali? Konditsioner ishlab yurgandi hozirgacha. Joyi sidenalar anavdan yasalgan, koja. Kojanni. Sidenalar kojanni. Arkasida ikkita anavdan ikkita anav jo'radigan joyi bor. hamma yo'g'i yaxshi ishlayapti. Endi ishlayapti. Endi ishlayapti. Ha, sovuq. Nariyada ham ishlayapti. Onda sovuq kelyapti, mayli. Axladitelni sistemasi ishlab yotibdi. Sigenalari ishlab yotibdi. Bu ichida boshqa nima? Lampochkalari bor, lampochkalari pustyak ishlaydi. Mana bular nima bo'ladi? Bular bilmaymiz. Zapaski pullaringiz bo'lsa qo'yib Pulliki emas, bu ochkalarniki bo'lsa kerak. Bu endi bo'lmasa, endi boramiz ichkariga, ko'ramiz, gaplashamiz nima ekan. Kelishilgan holatda inshaalloh olinadi. Bo'pti bo'lmasa. Okay. Ya endi dealershipdan ketyapmiz hozir. Uyga qarab ketyapmiz. Bu dealershipda aytishdiki, narigi mashinani bir 6350 shunaqaga baholabdi. Mana bu mashinani hozir haydab yurgan mashinamizni narigini 7500 deyaptimi, shundaymi 7500 desa farqi 1000 qancha 1200 mi qancha nalog-paloglari bilan qo'shib to'lasa prosta mashinani narigini haydab ketaversa bo'ladi. Shunda Sanjar mayli buni berib uni olib ketavering deb aytayapti, narxini to'lab orqasini. Ya'ni ertalab soat 9 da gaplashamiz. Hali kelishmadik. Dealership ham o'sha 5 minutda yopiladi. Hozir 6 bo'ldi, soat 3 minut qoldi. Aytdik mayli, uni ustiga bitta kliyenti bor ekan, u bilan gaplashaver dedik. Ertaga ular bilan ertalab kelishib davom etamiz. Shu bo'ldi, bo'lmasa hozir endi Sanjar bugun yoqib qoldi bu Michigan ko'p joylari. Mashinamni benzinga to'ldirib 200-300 ming 200-300 kilometr 300 mil balki bir 400-500 kilometr sayohat qilib butunlay Michigan ham katta ekan, hamma joyini ko'rib chiqaman, hamma joyini tomosha qilaman. Arkasiga mashinani arkasiga bir anav solib olaman deyapti. Nima edi bu, bir anaqa shashlik pishiradigan narsani mashina arkasiga qo'yib olib ichiga kirib 2 kun ishlamasdan shu balki 3 kun bo'lar, 2 kun deyapti. Mashinani surib Michiganni hamma joyini ko'pirib aylanib anaqalari bilan yuraman deb Sanjarbek anav qilyapti, niyat qilyapti, ko'ramiz. U ham niyatiga erishsin. Mana shu, biz endi qaytib ketyapmiz. Yo'llarni ko'rsating, mana bu shaharda kichkina shahar ekan, yaxshi joylar ekan, toza havo joylari. 1 soatlik yo'lga kelganmiz. Endi qaytib ketyapmiz. Ammo buni Shelbyga qaraganda, bizga qaraganda yo'llari yaxshi emas, lekin havosi toza joylar ekan. Havosi toza. Mana traklar sotiladigan joy. Ya, shunaqa. Juda ko'p traklari ham to'lib yotibdi. Arendalar, mashinalari ko'p. Shunaqa. Shu endi hammasini aylanib ko'radi-da. Endi keyin sizlarga biz natijasini aytamiz. Ya.